Qo'limda ikkita qimmatbaho sovg'a bor. Biri Umra safariga onangiz uchun yo'llanma, ikkinchisi esa Rahat Collection'dan $1000 voucher. Siz qaysi birini tanlaysiz? Ikkovini ham tanlasam bo'lmaydi? Yo'q, faqat bittasini tanlashingiz kerak. Bittasini. Ha. Unda onamga umra safarini tanlayman. Sevgan ayolingiz-chi? Endi bunga keyinchalik o'zim olib beraveraman. Nimaga? Men siz shuncha kirlaringizga qarasam, kirlaringizni yuvsam, Ko'p gapirmang. dazmol qilsam, bolalaringizga qarasam. O'chib turing aka. Ko'p gapirmang. Nega onangiz tanladingiz hozir? Men Kimni tanlayman hozir? bo'lardi-yu. Boshim qotirmas, hamga tegmay tur, videoga olyapti hozir. Menga ham pul berasiz $1000. Aka o'chirdingizmi? O'chirib turing. Boshimni qotirib. Hozir men buni olib turaylik, keyin senga olib beraman deyman men. Bo'lmasa meni onamga ham olib bering. Siz onangga qayerda kimni tanlagan bo'lardingiz? Onangiznimi yoki ayolingizni? Gapir loyihasini kuzatishda davom eting va kommentariyada o'z fikrlaringizni yozib qoldiring. Yo'q, men boshimni qotirma. Men baribir onamni tanlayman. Tushundingmi? Men baribir. Yo'q. Brat. Acha, men rohat tashlab keting.